Endi bilim sanoati yana o'zgarmoqda. Kompaniya o'nlab yillar o'tgandan keyin ham ko'pgina loyihalarda yetishmaydigan narsalarga ega bo'lgan bozorga kiradi. O'zining ishlab chiqarish quvvatlari, farmatsevtika bazasi, texnologiyasi, xalqaro miqyosi va kuchli mahsuloti. Va hozirda bu kompaniya MIM orqali global miqyosda kengayishni boshlamoqda. Ushbu videoda biz Jimon Group marketing rejasini batafsil ko'rib chiqamiz. Qanday daromad turlari mavjud? Savdo aylanmasining asosi nima? Bonuslar tizimi qanday ishlaydi? Jamoa qanday foizlarni oladi? Bu yerda qanday qilib yangi boshlovchidan xalqaro yetakchigacha o'sish mumkin? Nima uchun hozir ko'plab tarmoqchilar aynan shu loyihaga diqqat bilan qarashmoqda? Biz quyidagilar haqida gaplashamiz. Referal bonuslar, jamoaviy to'lovlar, martaba darajalari, tuzilma chuqurligi, xalqaro rivojlanish va mamlakatlarni ochish imkoniyatlari. Marketingdan so'ng esa biz eng asosiy qismga, kompaniya mahsulotlariga o'tamiz. Chunki bugun faqat marketingi bor kompaniyalar emas, balki har kuni odamlar uchun zarur bo'lgan haqiqiy mahsuloti bor kompaniyalar g'alaba qozonmoqda. Jimon Group aynan shu narsaga e'tibor qaratmoqda. Wellness, sog'liq, antiage, organizmni tiklash, zamonaviy texnologiyalar va yangi avlod mahsulotlari. Shuning uchun qulay joy egallang. Hozir juda qiziqarli bo'ladi. Endi esa Jimon Groupning marketing rejasiga o'tamiz. Bu yerda men sizdan shunchaki tomoshabin sifatida emas, balki tadbirkor sifatida diqqat bilan tinglashingizni xohlayman. Chunki marketing reja har qanday tarmoq biznesining yuragi hisoblanadi. Mahsulot kuchli bo'lishi mumkin, kompaniya yirik bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish ham qudratli bo'lishi mumkin. Lekin agar kompaniyada marketing zaif bo'lsa, odamlar pul topishda qiynalsa, tizim noqulay bo'lsa, maqomlar doimiy ravishda tugasa, hamma narsani har oy qayta tasdiqlash kerak bo'lsa, bunday biznes juda tez orada mashaqqatli ishga aylanadi. Jimon Groupda marketing boshqacha tuzilgan. Bu rejani ko'plab klassik MIM kompaniyalardan darhol ajratib turadigan bir nechta asosiy fikrlar mavjud. Birinchidan, aylanma knatsti. Bu sizning ovozingiz yonib ketmasligi degan ma'noni anglatadi. Ikkinchidan, oylik holatni tasdiqlash yo'q. Bu shuni anglatadiki, siz bir xil natijaga erishish uchun har oy yugurmaysiz. Uchinchidan, shaxsiy ma'lumotlar bilan qat'iy bog'liqlik yo'q. To'rtinchidan, majburiy oylik to'lov yo'q. Beshinchisi, mahsulotlarni uyda saqlashning hojati yo'q. Va oltinchisi, alohida yangilanish shart emas. Dasturga a'zo bo'lish uchun to'lov qilmaysiz, mahsulot olib, mijoz bo'lasiz, kod olib, uni tavsiya qilasiz. Bu biznesga kirish juda oson degani. Mahsulotni sinab, natijasini boshqalar bilan bo'lishasiz. Agar tavsiyangiz bilan kimdir xarid qilsa, kompaniya bonus to'laydi. Endi uni daromad turiga qarab ajratamiz. Jimon Group marketing rejasida 6 ta asosiy bonus yo'nalishi mavjud. Birinchisi tavsiyanoma bonusi, ikkinchisi jamoaviy bonusdir. Uchinchisi oylik bonus. To'rtinchisi aylanma va mos keladigan bonusdagi farq. Beshinchisi direktor o'rinbosari lavozimi. Oltinchi direktor darajasi. Va eng muhimi, bu bonuslar bir-birining o'rnini bosmaydi, balki bir-biri bilan birlashtirilishi mumkin. Demak, sherik bir vaqtda bir emas, balki maqomi va jamoa rivojiga ko'ra bir necha turdagi daromad olishi mumkin. Keling, birinchi va eng aniq bonus, yollanma bonusdan boshlaylik. Tavsiya bonusi – bu sizning shaxsiy tavsiyangiz uchun olingan daromad. Masalan, siz tozalash dasturidan o'tdingiz va natijadan mamnun bo'ldingiz. O'zgarishingizni ko'rib, qiziqib so'rashadi. Nima bu? Qayerdan olding? Agar tavsiyangiz bilan mahsulot olishsa, bonusga ega bo'lasiz. Bu yerda muhim jihat bor. Sizga avval katta to'plam sotib olish shart emas, ombor qilish shart emas, mahsulotlarni qutilab sotib olish shart emas, hamkor maqomi uchun alohida to'lov qilish ham kerak emas. Siz hatto bitta mahsulot bilan ham boshlashingiz mumkin. Eng arzon mahsulot narxi $65 dan boshlanadi.
$65 mahsulot sotib olganingizda, siz allaqachon tavsiyanoma kodining egasiga aylanasiz va 10% tavsiyanoma bonusiga ega bo'lasiz. Bu nima degani? Agar biror kishi sizning tavsiyangiz asosida mahsulot sotib olsa, siz uning xarididan 10% olasiz. Bundan tashqari, siz takroriy xaridlaringizda 10% chegirmaga ega bo'lasiz. Bu shuni anglatadiki, siz mahsulotni shunchaki bir marta sotib olmaysiz, balki chegirmali mijozga va mahsulotni yanada tavsiya qila oladigan hamkorga aylanasiz. Keyingi daraja 20%. Taxminan $300 mahsulot sotib olganingizda u ochiladi. Masalan, bu tozalash dasturi bo'lishi mumkin. Uning narxi kursga qarab $300 dan $305 gacha. Bunday xariddan so'ng siz 20% ga aylanasiz. Bu nima degani? Endi siz tavsiyangiz bo'yicha kelgan odamlar tomonidan qilingan xaridlardan 10% o'rniga 20% olasiz. Bundan tashqari, keyinchalik siz o'zingiz kompaniya mahsulotlarini 20% chegirma bilan sotib olasiz. Yana bu yerda foyda bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda ketadi. Bir tomondan siz tavsiyalardan pul ishlaysiz, boshqa tomondan mahsulotni o'zingiz va oilangiz uchun arzonroq narxda sotib olasiz. Keyingi bosqich 30% darajasi. Unga ikki xil yo'l bilan yetib borish mumkin. Birinchi yo'l kerakli hajmdagi mahsulotni darhol sotib olish. Ikkinchi yo'l kichik mahsulotdan boshlab xaridlar, tavsiyalar va jamoa bilan tovar aylanmasini asta-sekin ko'paytirishdir. Umumiy jamg'arma tovar aylanmasi $1000 ga yetganda hamkor 30% darajaga chiqadi va bu yerda siz tavsiyangiz bo'yicha amalga oshirilgan xaridlar uchun 30% olasiz. Bundan tashqari, o'zingizning takroriy xaridlaringiz ham 30% chegirma bilan amalga oshiriladi. Keyingi bosqich 40% darajasi. Bu daraja umumiy jamg'arma tovar aylanmasi $3600 ga yetganda ochiladi. Bu jiddiyroq, chunki bu darajada sherik 40% tavsiya bonusi va takroriy xaridlarda 40% chegirma oladi. Masalan, agar tozalash dasturi taxminan $300 ga tushsa, 40% chegirma bilan u ancha arzonroq bo'lishi mumkin. Va bu marketingning katta afzalligi. Qanchalik faol rivojlansangiz, mahsulotdan foydalanish siz uchun shunchalik foydali bo'ladi va tavsiyalar uchun mukofotingiz shuncha yuqori bo'ladi. Keyingi daraja 50%. Bu yerda umumiy jamg'arma hisobga olingan. Shuni bilingki, bu nafaqat shaxsiy xaridlaringizni, balki shaxsiy va tavsiyaviy hajmlar hamda jamoaviy hajmlarni ham o'z ichiga oladi. Hamkor 50% darajaga yetgandan so'ng, ular jamoadan 5 avlodgacha 50% tavsiya bonusini olishlari va takroriy xaridlarda 50% chegirmaga ega bo'lishlari mumkin. Yo'llanma bonusining oxirgi darajasi 60% ni tashkil qiladi. U ochiladi agar umumiy jamg'arilgan tovar aylanmasi $100,000 dan oshsa. Bu yerda juda muhim bir jihat bor. Bu hajmni bir oyda qilish shart emas. Uni 10 kunda ham, bir oyda ham, yarim yilda ham, undan ham uzoqroq muddatda ham qilish mumkin. Chunki tovar aylanmasi jamg'ariladi va yo'qolib ketmaydi. Hamkor 60% ga yetgandan so'ng, ular marketing rejasi shartlarini bajarganlarida 5 avlod davomida 60% gacha bo'lgan maksimal tavsiya bonusi darajasiga ega bo'ladilar va takroriy xaridlarda 60% gacha chegirmaga ega bo'ladilar. Yana birinchi marketing bloki, bu sizning kumulativ aylanmangiz bilan birga osadigan tavsiyanoma bonusi. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Darajangiz baland bo'lsa, tavsiya daromadi oshadi, hisob-kitoblar chuqurlashadi va xaridlar foydaliroq bo'ladi. Bilim mutaxassislari uchun muhim jihat, Jimon Group marketingida bir tarmoqdan 60% gacha aylanish olish mumkin. Ko'plab kompaniyalarda esa, masalan, bir oyoqdan 30% gacha cheklov bo'ladi. Bu yerda esa mantiq boshqacha. Agar sizda bir tarmoqda katta va kuchli jamoa o'sgan bo'lsa, siz shu tarmoqdan umumiy aylanmaning 60% gacha hisobga olishingiz mumkin.
qolgan 40% esa yon tarmoqlardan to'ldirasiz. Ya'ni tuzilma ham chuqurlik ham kenglik bo'yicha quriladi. Siz asosiy kuchli tarmoqni rivojlantirishingiz mumkin, lekin biznes barqaror bo'lishi uchun yon yo'nalishlarni ham yaratish muhim. Va sherik 60% darajasiga yetganda, unga keyingi yanada muhimroq bonuslar taqdim etiladi. Keling, daromadning ikkinchi turiga jamoa bonusiga o'tamiz. Jamoa bonusi endi shunchaki shaxsiy tavsiyalardan olinadigan daromad emas. Bu sizning jamoangiz har oyda oladigan yangi aylanmadan olinadigan bonusdir. Bu yerda jamoaning yangi hajmi oyning 1-sanasidan 30-sigacha hisoblanadi va bu allaqachon jiddiy tadbirkorlik darajasi, chunki siz endi faqat shaxsan taklif qilgan odamlardan emas, balki jamoaviy harakatdan, savdolardan, qayta xaridlardan, tuzilmaning faolligidan ham daromad ola boshlaysiz. Agar sizning oylik yangi tovar aylanmangiz 20 mingdan 60 ming dollargacha bo'lsa, kompaniya bu summaning 2%ni to'lab beradi. Agar aylanma mablag' 60 ming dollardan oshsa va 60 dan 120 ming dollargacha bo'lsa, kompaniya 4% to'laydi. Tovar aylanmasi 120 ming dollardan oshganda foiz yanada oshadi. Bu yerda muhimi arifmetikaning ozini tushunishdir. Jamoa oyiga qancha ko'p yangi ishchilar aylanmasini yaratsa, jamoaning bonus foizi shuncha yuqori bo'ladi. Aynan shu sababli Jimon Group'da faqat o'zingiz sotish emas, boshqa yo'llar ham foydali. Jamoa qurish foydali, odamlarni o'qitish foydali, hamkorlarga natijaga chiqishda yordam berish foydali, qayta xaridlarni rivojlantirish foydali, mahsulot atrofida harakat yaratish foydali. Chunki jamoaviy bonus birgina faol odam bo'lgan joyda emas, balki ishlayotgan tuzilma bo'lgan joyda paydo bo'ladi. Endi 3-daromad turiga oylik mukofotga o'tamiz. Bu jamoa almashinuvining ma'lum bir darajasiga yetgandan so'ng sherikka to'lanadigan alohida bonus. Va bu juda muhim narsa, bu bir martalik sovg'a emas. Agar hamkor har oy kerakli darajani tasdiqlasa, kompaniya har oy bonus to'laydi. Masalan, sherik 6% jamoaviy bonus darajasiga yetganda, bu uning oylik aylanmasi 180 ming dollarni tashkil etishini anglatadi. Bu darajada kompaniya oyiga 750 dollar miqdorida bonus to'laydi. Hamkor 8% ga yetganda, bonus oyiga 1500 dollarni tashkil qiladi. 10% darajasida sug'urta mukofoti oyiga 2250 dollarni tashkil qiladi. 13% darajasida kompaniya oyiga qo'shimcha 3000 dollar to'laydi. Bu shuni anglatadiki, bu yerda faqat savdo daromadi yaratilmaydi. Bu yerda rahbariyat daromadi hajm, izchillik va jamoaning barqaror ishlashi uchun keladi. Va bu juda muhim fikr, chunki kompaniya sheriklarni nafaqat bir oylik daromad olishga, balki har oy aylanmani ta'minlaydigan barqaror biznesni qurishga undaydi. Keling, daromadning 4-turiga o'tamiz. Tovar ayirboshlash farqi va mos keladigan bonus. Bu allaqachon ko'proq rahbarlik bonusi bo'lib, ayniqsa katta jamoalar qurayotganlar uchun uni tushunish juda muhim. Avval tovar ayirboshlash farqini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz rahbar sifatida 13% darajaga chiqqansiz, jamoangizda esa turli darajadagi hamkorlar bor. Masalan, bir hamkor 2% da, boshqasi 4% da, uchinchisi 8% da, to'rtinchisi esa 10% da. Agar siz 13% darajada bo'lsangiz, hamkoringiz esa 2% bo'lsa, siz bilan uning o'rtasida 11% farq qoladi. Va bu farq sizga yuqoriroq rahbar sifatida o'sha hamkorning tovar aylanmasidan hisoblanishi mumkin. Masalan, 2%li hamkor o'z hajmini qiladi. U o'zining 2%ni oladi. Siz esa rahbar sifatida 13% da bo'lib, o'zingiz va uning darajasi o'rtasidagi farqni, ya'ni 11% ni olasiz. Agar sherigingiz 4% da, siz esa 13% da bo'lsangiz, farq 9% ni tashkil qiladi. Bu farq sizga sherikning aylanmasidan ham hisoblanishi mumkin. Bu nimani ko'rsatmoqda? Bu shuni ko'rsatadiki, tizim ichida o'sish ham o'zingiz, ham jamoangiz uchun foydalidir.
Chunki sizning yetakchilik darajangiz qanchalik yuqori bo'lsa, tuzilmaning aylanmasdan foyda olish imkoniyatingiz shuncha yuqori bo'ladi. Lekin bu yerda yana bir juda kuchli jihat bor. Mos keladigan bonus. Ko'pgina milim kompaniyalarda bunday vaziyat yuzaga keladi. Sherigingiz osadi, sizga mavqe bo'yicha yetib oladi va keyin ularning aloqasi uzilganga o'xshaydi. Ya'ni ulkan jamoa va sizning qo'l ostida osgan ulkan aylanma mablag' endi sizning daromadingizga kiritilmaydi. Jimdo Group tizimi qiziqroq. Agar quyi hamkoringiz darajada yetsa, uning tarmog'i siz uchun yopilmaydi. Aksincha, siz mos keladigan bonusni olishingiz mumkin. Va bu juda muhim falsafa. Kompaniya rahbarini kuchli sherikni tarbiyalagani uchun jazolamaydi. Aksincha, bu jamoa ichidagi yetakchilarning o'sishini rag'batlantiradi. Va endi biz daromadning 5-turiga o'tamiz. Direktor o'rinbosari lavozimi. Bu butunlay boshqa darajadagi biznes. Agar hozirgacha biz asosan tavsiyalar, foizlar, jamoa almashinuvi va tuzilmani rivojlantirish haqida gapirgan bo'lsak, haqiqiy yetakchilik darajasi aynan shu yerdan boshlanadi. Chunki direktor o'rinbosarining vazifasi shunchaki mahsulotni o'zi sotish yoki odamlarni taklif qilish emas. Direktor o'rinbosarining vazifasi rahbarlarni shakllantirishdir. Aynan shu yerda kim haqiqatan ham tizim qurishni, odamlarni o'qitishni, jamoalarni rivojlantirishni va biznesni kengaytirishni bilishini ko'rish mumkin bo'ladi. Direktor o'rinbosari darajasiga chiqish uchun tuzilma ichida 60% darajasidagi 4 nafar hamkor paydo bo'lishi kerak. Juda muhim narsa, bu 4 hamkor 4 xil tarmoqda bo'lishi kerak. Ya'ni butun biznesni faqat bitta kuchli yo'nalishda qurib bo'lmaydi. Kompaniya biznesning barqaror va keng ko'lamli bo'lishini ta'minlash uchun tuzilmani keng miqyosda rivojlantirishni alohida rag'batlantiradi. Yana bir muhim jihat, bu sheriklarni shaxsan taklif qilish shart emas. Ular strukturaning istalgan chuqurligida joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi qatorda bir kishi bor, uning qo'l ostida bir yetakchi ulgaygan, boshqa bir yetakchi uning qo'l ostida ulgaygan va strukturaning pastki qismida 60% darajasidagi sherik paydo bo'ladi. Kompaniya hali ham bu shaxsni sizning filialingizning bir qismi sifatida hisoblaydi. Va bu juda kuchli marketing jihati, chunki siz odamlarni shunchaki raqamlar uchun taklif qilmaslikka undalasiz. Siz yuqori sifatli chuqur tashkilot yaratishga qiziqasiz. Endi 60% darajasi nimani anglatishini eslaylik. Bu $100,000 ortiq umumiy aylanmani yaratgan sherik. Va bu yerda muhim, bu jild kumulativ uni bir oy ichida bajarish shart emas. Har oy $100,000 topishga hojat yo'q. Hajm shaxsiy xaridlar, tavsiyalar, jamoa o'sishi, takroriy buyurtmalar, tuzilmani rivojlantirish orqali asta-sekin toplanadi. Va 4 shunday rahbar 4 xil filialda paydo bo'lganda, direktor o'rinbosari darajasiga chiqish imkoniyati ochiladi. Lekin bu hammasi emas. Shuningdek, tuzilmaning umumiy oylik aylanmasi kamida $1,200,000 ni tashkil qilish kerak. Ha, bu raqam katta, lekin biz endi kichik jamoa haqida gapirmayotganimizni tushunish muhimdir. Bu xalqaro tuzilma darajasi, bu o'nlab va yuzlab faol hamkorlar, bu doimiy takroriy xaridlar, bu mahsulotning kuchli iste'moli, bu ishlaydigan tizim. Va bu shartlar bajarilganda kompaniya $4,500 miqdorida bonus to'laydi. Lekin eng qiziqarli narsa hatto mukofotning o'zi ham emas. Eng qiziqarli narsa bu qo'shimcha foizlar. Direktor o'rinbosari darajasida hamkor birinchi chiziqdan 40% va ikkinchi chiziqdan 10% hisob-kitob oladi. Endi esa ko'lamni tasavvur qiling. Agar sizda allaqachon katta xalqaro jamoa bo'lsa, tuzilmada doimiy savdolar bo'lib o'tsa, odamlar muntazam ravishda takroriy xaridlar qilsa, bir nechta davlatlar rivojlanayotgan bo'lsa, bu foizlar juda jiddiy pulga aylanishi mumkin. Va aynan shu yerda ko'plab MIM rahbarlari nima uchun har doim loyihalarni erta bosqichda izlashlari aniq bo'ladi. Chunki boshida katta inshootlarni qurish, pozitsiyalarni egallash, mamlakatlarni ochish va birinchi kuchli yetakchilardan biriga aylanish osonroq.
Va endi biz daromadning 6-turiga o'tamiz. Direktor darajasi. Bu allaqachon marketing rejasining eng yuqori choqqisi. Bu juda katta tuzilmalar, jiddiy xalqaro tovar aylanmasi va kuchli liderlar jamoasi darajasi. Agar direktor o'rinbosari uchun to'rtta turli tarmoqda 60% darajasidagi to'rtta hamkor kerak bo'lsa, direktor darajasi uchun esa 8 ta shunday lider. Ya'ni 8 ta turli tarmoqda har birida 60% darajasiga yetgan hamkor bo'lishi kerak. Va bu yerda yana bir bor tushunish muhim. Bu odamlar albatta sizning shaxsan taklif qilgan odamingiz bo'lishi shart emas. Ular tashkilotning chuqur qatlamlaridagi liderlar ham bo'lishi mumkin. Asosiysi, tuzilma haqiqatan ham qurilgan va rivojlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, tuzilmaning umumiy tovar aylanmasi 3 million 200 ming dollardan oshishi kerak. Keling, ochiq aytaylik, bunday raqamlar tasodifan paydo bo'lmaydi. Bu allaqachon tizimli ish, to'g'ri liderlik, kengaytirish, jamoani o'qitish, bozorlarni rivojlantirish va mahsulotni ko'p marotaba qayta xarid qilish natijasidir. Aynan shu sababli direktor darajasi haqiqiy xalqaro liderlik pogonasi deb hisoblanadi. Bu darajada hamkor $4500 mukofot oladi. Lekin direktor o'rinbosaridagi kabi asosiy imkoniyat faqat mukofotning o'zida emas. Asosiy kuch foizli hisob-kitoblardadir. Direktor darajasida birinchi chiziqdan hisob-kitoblar 50% ni, ikkinchi chiziqdan esa 20% ni tashkil qiladi. Va bu yerda kompaniya o'z marketingini qanchalik chuqur o'ylagani ayon bo'ladi. Chunki sherik nafaqat mahsulot sotishga, balki tizim yaratishga, yetakchilarni rivojlantirishga, yangi mintaqalarni ochishga, yangi mamlakatlarni rivojlantirishga, jamoaning o'sishiga yordam berishga va uzoq muddatli barqaror aylanmani yaratishga undaydi. Va shuning uchun bu marketingni shunchaki tez pul topish deb hisoblash mumkin emas. Bu to'liq biznes modeli bo'lib, unda mahsulot, qayta iste'mol qilish, xalqaro miqyosda kengaytirish, jamgariladigan tovar aylanmasi, tuzilmaning chuqurligi, liderlik bonuslari va katta xalqaro biznes qurish imkoniyati mavjud. Eng asosiysi, hozir kompaniya shunday bosqichda turibdiki, ko'plab bozorlar endi ochilishni boshlayapti. Bu esa hali bo'sh o'rinlar borligini anglatadi. Hali o'z mamlakatingizda birinchi liderlardan biri bo'lish. Bozor haddan tashqari qizib ketmasdan kuchli tuzilma qurish imkoniyati mavjud. Aynan shunday paytlar mum sohasida o'z vaqtida kirganlar uchun eng daromadli bo'lib qoladi. Endi biz Jemon Group marketing rejasini, barcha daromad oqimlarini, bonus tizimini va uning tuzilishi ortidagi mantiqni to'liq ko'rib chiqqanimizdan so'ng, ikkinchi qismga, mahsulotlarga o'tamiz. Chunki uzoq muddatda nafaqat marketing g'alaba qozonadi, uzoq muddatda odamlar qayta sotib olishni istagan mahsulot g'alaba qozonadi. Nima uchun Jemon Group mahsulotlari yirik biznesning asosiga aylanishi mumkin? Marketing rejasini ko'rib chiqqandan so'ng, ko'p odamlarda mutlaqo mantiqiy savol tug'iladi. Xo'sh, lekin kompaniya aslida nimani sotadi? Odamlarga bu mahsulotlar qancha kerak? Va eng muhimi, men ularni sota olamanmi? Aynan shu haqda hozir gaplashamiz. Chunki marketing qanchalik chiroyli bo'lmasin, uzoq muddatda mahsulot har doim g'alaba qozonadi. Atrofga qarang. Bugun dunyo qiyin davrlarni boshdan kechirmoqda. Iqtisodiy beqarorlik, stresslar, urushlar, narxlarning oshishi, sog'liq bilan bog'liq muammolar tobora yosharmoqda. Agar ilgari odamlar pulni shunchaki zavq uchun xarajat qilgan bo'lsa, bugun tobora ko'proq odamlar asosiy ehtiyojlar, sog'liq, energiya, hayot sifati va o'zini qanday yaxshi his qilish haqida o'ylay boshlashdi. Shu sababli sog'lomlashtirish bozori bugungi kunda dunyodagi eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biri hisoblanadi. Chunki yoshi, kasbi, yashash joyi yoki daromadidan qat'iy nazar, har bir kishi sog'liqqa muhtoj. Bugun Jemon Group kirib kelayotgan bozor 30 yildan ortiq vaqt davomida sog'liq va farovonlik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan kompaniya.
Bu kimdandir xom ashyo sotib olib, shunchaki ularni qayta yorliqlaydigan kompaniya emasligini tushunish muhimdir. Jemon Group butun ishlab chiqarish jarayonini nazorat qiladi. Xom ashyoni yetishtirish va qazib olishdan tortib, ilmiy tadqiqotlar, o'zining ishlab chiqarish quvvatlari va tayyor mahsulotgacha. Bu yillar davomida yaratilgan ulkan infratuzilma. Shu sababli kompaniya sifatli mahsulot ishlab chiqarish va bir vaqtning o'zida hamkorlik tarmog'ini rivojlantirishga katta mablag' yo'naltirish imkoniga ega. Endi esa mahsulotlarning o'ziga nazar tashlaylik. Kompaniya hamkorlari nimani sotadilar? Javob aslida juda oddiy. Ular deyarli har bir oilaga kerak bo'lgan narsani sotadilar. O'zingiz ko'ring. Ortiqcha vazn, shish, charchoq, oshqozonchak muammolari, bo'gim og'rigi, yomon uyqu, qon tomirlari, xotira, ko'rish qobiliyati, erkaklar salomatligi, ayollar salomatligi. Bu muammolarning birortasi bo'lmagan bitta oila bormi? Ehtimol yo'q. Shuning uchun sheriklar noyob auditoriyani qidirishlari shart emas, chunki ehtiyoj tom ma'noda bizning atrofimizda. Ko'pincha barchasi bitta mahsulotdan boshlanadi. Inson o'zi uchun tozalash dasturini qabul qiladi, natijalarga erishadi, o'zini yengil his qiladi, energiya oladi, shish yo'qoladi va narsalarni kengroq ko'ra boshlaydi. Onaga tomir va qon, otaga miya va xotira, erga erkaklik quvvati, ayolga go'zallik va vazn, bolalarga esa o'sish uchun mahsulotlar kerak. Aynan shu sababli ko'plab mijozlar vaqt o'tishi bilan kompaniya mahsulotlarining doimiy iste'molchisiga aylanadi, chunki assortiment kundalik muammolarning ko'pini hal qiladi. Natijalar haqida alohida aytib o'tmoqchiman. Bugun Xitoyda 100 minglab odamlar va Xitoydan tashqarida minglab odamlar kompaniya mahsulotlaridan foydalanmoqda va eng muhimi, odamlar haqiqiy o'zgarishlarni ko'rishadi. Ushbu videoda endi natijalarning fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, bu shunchaki shkaladagi raqamlar emas. Odamlar quyidagilarni qayd etishadi: ko'proq energiya, yaxshilangan farovonlik, yengillik, teri sifatidagi o'zgarishlar, shishlarning kamayishi va umumiy sog'liqning yaxshilanishi. Va aynan natijalar takroriy savdoni yaratadi va takroriy savdo barqaror biznesni yaratadi. Endi marketingga qaytaylik. Siz allaqachon bilasizki, kompaniya tuzilmani rivojlantirishning dastlabki bosqichlarida sheriklarga 10% dan 60% gacha to'laydi. Lekin baribir bu pul qayerdan keladi? Javob juda qiziqarli, chunki kompaniya ishlab chiqarish zanjirining katta qismini o'zi nazorat qiladi. Ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarish, texnologiya, xom ashyo va logistikaga egalik qilganda, u tizim ichida ko'proq foydani saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va shuning uchun kompaniya o'z daromadining katta qismini filial tarmog'iga yo'naltirishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sherik nafaqat talab qilinadigan mahsulotni, balki kuchli moliyaviy modelni ham oladi. Va bu yerda men sizga bitta savol bermoqchiman. Keyingi 10 yil ichida nimani sotish osonroq bo'ladi? Inson usiz ham qila oladigan yoki uning sog'ligi, energiyasi va hayot sifati bilan bog'liq narsa. Odamlar yangi texnologiyalardan voz kechishlari mumkin. Odamlar sayohatni kechiktirishlari mumkin. Odamlar boshqa qimmatbaho o'yinchoq sotib olmasligi mumkin. Ammo sog'liq, ota-onalar, bolalar va o'zlarining farovonligi haqida gap ketganda, odamlar yechim izlashda davom etadilar. Shu sababli ko'plab mutaxassislar sog'liqni saqlash bozorini dunyodagi eng barqaror bozorlardan biri deb hisoblashadi. Aynan shu sababli bugun ko'plab yetakchilar Jemon Groupga diqqat bilan qarashmoqda, chunki bu yerda 3 ta narsa birlashgan: kuchli kompaniya, talab yuqori bo'lgan mahsulot va katta biznes qurishga imkon beradigan moliyaviy model. Agar ushbu videoni ko'rgach, kompaniya haqida chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz va bu yo'nalish aynan sizga mos keladimi, tushunmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoga oting yoki shaxsiy maslahatga yoziling. Ehtimol, hozir siz bir necha yildan keyin hammaga ravshan bo'lib tuyuladigan imkoniyatga qarayapsiz,
Lekin bugun u hali ham dastlabki jamoalar shakllanayotgan bosqichda. Va nihoyat men sizdan quyidagilar haqida o'ylab ko'rishingizni xohlayman. Jimen Group 10 yildan ortiq, balki 30 yillik tarix, o'z zavodlari, ilmiy ishlab chiqarish bazalari va Xitoyning ulkan bozoriga ega. Lekin eng qiziq voqealar aynan hozir bo'lmoqda. Kompaniya ilk bor Mum orqali xalqaro kengayishni boshlamoqda. Bu muhim lahza, chunki tarmoq marketingida bir qonun bor. Hamma bilganida yetakchilik o'rinlari band bo'ladi. Kompaniya haqida hamma gapirganda bozor tolib bo'ladi. Katta cheklarni ko'rganingizda kimdir allaqachon tuzilmani qurib bo'lgan bo'ladi. Shu sababli eng katta natijalarga odatda eng iqtidorlilar emas, boshqalar erishadi. Bu natijalarga imkoniyatni boshqalardan oldin ko'rganlar erishadi. Bugungi kunda kompaniya yangi bozorlarni ochishni endigina boshlamoqda. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlari hozirda faol rivojlanmoqda. Ko'pchilik Jimen guruhi haqida eshitmagan bo'lsa-da, hozirda birinchi jamoalar, birinchi tuzilmalar va birinchi rahbarlik lavozimlari shakllanmoqda. Bir necha yil ichida minglab odamlar qani endi bu haqda oldinroq bilganimda edi deb aytishadi. Lekin haqiqat shundaki, bu allaqachon oldinroq sodir bo'lgan. Bu hozir sodir bo'lmoqda. Va savol kompaniya mashhur bo'ladimi yoki yo'qmi emas. Savol shundaki, siz o'sha vaqtga qadar tizim ichida bo'lasizmi yoki tashqaridan kuzatasizmi? Bugun ko'rgan narsangizga yana bir bor qarang. Kuchli kompaniya deyarli har bir oilaga kerak bo'lgan mahsulot. Shaxsiy savdo va jamoaviy ishlardan pul ishlash imkonini beruvchi marketing. Va eng muhimi, bozor endigina ochila boshlamoqda. Balki 1, 2 yoki 3 yildan keyin bu imkoniyat endi unchalik noyob ko'rinmasligi mumkin. Lekin bugun siz buni birinchilardan biri sifatida ko'rishingiz mumkin. Agar ushbu videolar seriyasida ko'rganlaringiz sizga ta'sir qilsa, kechiktirmang. Ushbu videoni sizga yuborgan odam bilan bog'laning. Savollar bering, maslahat oling. Loyihani chuqurroq ko'rib chiqing, chunki ba'zida to'g'ri vaqtda qabul qilingan bitta qaror nafaqat daromadingizni, balki butun hayotingiz yo'nalishini ham o'zgartirishi mumkin. Ehtimol Jimen Group'dagi hikoyangiz hozir boshlanadi.